Qadrli obunachilar, darvozaxonaga MDF patolog qilingan. Obunachilarim biladi, eski obunachilarim darvozaxona qilinganini. Mana bu yerga provaga devorga qildik. Xudo xolasa 1 yil turdi. 1 yilda hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Nima deydi, ishish yoki yana bir tashlab yuborish narsalar bo'lmadi. Bir eksperimentga bu joyda 1 yilga qilgan edik. Bu yerda gipsokardon qilganmiz. Xo'p, gipsokardonda shu yerdan ko'rsatdi. Mana shu joyda mana samarez urilgan, shu 30-40 santimetrlik joyi gipsokardonda nam bo'lib, zak tortib ishib qolibdi. Lekin MDF hech narsa bo'lmadi. Endi xudo xolasa mana sinovdan o'tdi. Bu taraflarni MDF qilamiz. Endi bu gipsokardon qo'ygan tomonga o'ylanib turibmiz. Nima maslahat berasizlar? Gipsokardonni o'rniga MDF qilganimiz yaxshi bo'lardi ekan. Buni men o'zimcha gipsokardon qatirib bu yopishtiraman degandim. Endi afsuski nima qilishga o'ylanib turibman hozir. MDFni tavsiya qilaman devorga qilishga, juda ham yaxshi bo'lar ekan. Endi inshaalloh so'qillarni ham qilamiz. Eksperiment uchun imенно mana shu joyda qilib qo'yganmiz. Hech qanaqa mana hech narsa bo'lmadi. Ichlariga steklovatalar qo'yilgan, mana buni. Uy ichidan ham tashidan ham steklovata bilan qoplangan. Juda ham chiroyli chiqar ekan lekin. Rang tanlasanglar juda ham zo'r chiqar ekan. Tavsiya beraman sizlarga. MDF patolog va xizmatlar, MDF ish qildirmoqchi bo'lsanglar, Andijon viloyatida Qo'rontepa tumani bo'lsa ham yaxshi, ustamiz nomerini qoldiramiz. Bemalol gaplashib, o'z sizlarda rasmlar, dizaynlar bo'lsa, ukamiz qilib beraveradi. Mana ko'rib turibsizlar. Hammalar uchun rahmat. Videoga bitta like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlarini so'raymiz. Hammalar uchun rahmat.